So'yishganmi endi otam? So'yishgan. Oyog'idan. Oyog'im o'shamaydi. Sen ham o'shlarmaysan, men ham o'shlarmayman. Necha pul so'yamiz? Qancha so'ybasan? 10 ming. O'sha yo'q. Nima deysiz tog'a? So'yamizmi? Baraka qilamizmi? Kam emasmi, 110 ming. Beravering, siz endi otamsiz-ku. Otangga kim beradi? Sizga ko'p beradiganlar. Qarang. Birinchi 10 ming, hamma yog'ini qo'yib bering mayli. 10 kilo yog' demayman sizga. Ya yo'q, buni Yo'q, o'zi necha kilo? 15 kilo chiqsa, 15 kilosini qo'ying. 5 kilosini olib ketmang yoki tashlab bermang menga. Hammasini qo'yib bering deyapman. Bo'ladimi shunaqasiga kelsa? 15 mi? Yo'q. Mayli. 110 mingdan hamma yog'ini qo'yib bering deyapman. Uni rozimisiz? 3 kilo tashlaymiz, ular o'zimiz. U 3 kilo ketgan bilasiz o'zingiz. Alloh barakasini bersin. Rozimisiz chin ko'ngildan? Barakasini bersin. Xohlasan buqani chempioni. Molda aybi yo'q. Chempion bo'laganligi gap yo'q. O'yinni qara buni. Ertaga juma aksiyaga, xudo xolasa yengil narxda, chiroyli narxda sotib beramiz. Bu jumadan juma aksiyamiz 120 ming, mesni buqani go'shti 120 mingdan bo'ladi. Yog' razницasiga yetelo, betelo, so'ygan hammasini hisob-kitob qilib ko'rdik. 120 mingdan bo'lsa, bizga ham, klientlarga ham og'ir bo'lmasa ham, xudo xolasa yengil narxda olinadi, yengil narx sotiladi. Hammasi zo'ridan zo'ri bizada bo'ladi. Mesni buqa so'yiladi. Chetdan olib kelib aksiya qilish yo'q. Faqat o'zimiz so'yamiz, halol pokiza qilib do'konga olib chiqib sotamiz. Qolgan kunlariga barakasini beraversin. Salomat bo'linglar, hammasi sizlar uchun. Zo'ridan zo'r.